Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz o'tgan yilni muallim sani darslerin boshlab jibergan eginde arab harflarin öğrenu bo'yicha ham Qur'onni durust etib tajvid qoidalarini to'g'ri keltirib o'qirga öğrenu ham alhamdulillah bik yaxshigina o'ng'ay qo'ytavozlar keldi. Chunki yozuv bik muhim. Ni uchun deganda mana shuluq harfni öğrenganda da onu yozib öğrensek istaqolov anari bitinde darsga hazırlanamiz. Birar va'zga hazırlanganda oyat hadislarni arabcha yozilishini aytasimiz kelsa, shulay arabcha durust etib yoza bilirga kerak. Ali olimlar da kengash ayta, agarda biror surani, oyatni yodlay olmaysan ekan, uni ko'paytib yozirga kerak dedilar. Ham shundan bu yozuv bizga şu oyatni, shulay hadislarni yodlarga da yordam etadi. Ko'p topqirlar ko'chirib yozamiz ekan, durust etib, u bizning ista qoldirishga da bir kuchligina sabab bo'ladi. Shunda bu Alloh taoladan so'rayim, yordam etsaydi, shu darslarni oxirgi hatlik o'qitib chiqarga ham endi foyda berib, endi sadaqa jariya kabi ajrli amallardan nasip qilsa ham endi barakatli amallardan Alloh taolo foyda olarga yozsin edi. Eng birinchi bizning arab alfavitida ulda bo'lsa alif harfi turaydi. Tatar xalqida da so'z yirib alifni toyoqdan ayira bilmaydi. Mana shu so'zga to'g'ri kelmas uchun kirisincha alifni toyoqdan ayira bilir uchun endi eng birinchi alifni toyoqdan ayirga o'rganirmiz. Eng birinchi alif arab tilida kela, ul bik joyli, g'odiy bir toyoqqina. Aytalar endi siziq sizib, nishik siziqning ostida, ustida, ostida yoziladi. Shularni da anlatamiz deganlari alif bizning bular bu siziqli daftar oldik. Şapmaqlı daftar bo'lsinmi, siziqli daftarmi, ansi endi muhim tug'il. Eng muhimi siziq olasiz deymi? Chunki harflarni o'rganasiz kelar ekan, bir daftar o'zimizga ochirga kerak, bir bloknotmi, ham shunda bu harflarni ko'p topqirlar endi yoza shumarga kerak. Alif bizning g'odiy bir toyoq. Mana shulay siziqning ustida yoziladi. Alif. G'arab bosmasida alif u haraka bilan kelganda kela bizning hamza bilan endi. Agarda u kasr bo'laykan ostda bo'ladi, masalan fathalar bo'laykan endi yoki dammalar u ustda bo'ladi. Shuni esda qoldirish kerak. Alifdan so'ng kelgan bir harfda alifga yolg'ona olmay. Alif, ya'ni biz shoirishamiz endi so'ron harf deb endi. Ya'ni o'zidan so'ng so'zmay. Ammo masalan butan harfdan so'ng, masalan olaylik sa'ala degan so'zni. Sa'ala so'radi deb shulay bit, masalan sin harfi. Ondan so'ng kela alif bizning. Hamzasi bor, asi bor. Sa'ala. Ko'ramiz, sindan so'ng sin yumart harf bizning, qo'lin so'za alifga. Ul alif anga yolg'anib ketdi. Ko'rdik shulay bit. Sa'ala. Demak, narsa anglashiladi? Butan yumart harf kelganda ikki yoqqa da qo'lin so'za turgan endi. Bizning alif demak yolg'ona. Nishga ketib yolg'ona? Mana shu aytib keladi, alif yolg'onib ketadi. O'zidan so'ng kelgan harf tag'in bir qabatlaymi endi. Alif anga qo'lin so'zmay, yolg'onay. Demak, qisqartib aytganda endi alif nishik yozilaturgan bo'ldi? G'odiy bir toyoq. Mana shu aytib ostga sizib qana tushamiz. Shulay. Ham endi g'arab bosmasida u harakalar bilan kelganda hamza bilan keladi dedik, shulay bit endi. Ham tag'in narsa oldik. Agarda u so'z o'rtasida kelar ekan, yumart harf kelsa, u tutasha yolg'ona. Agarda endi alifdan so'ng kelar ekan, alif masalan so'z boshida deganda, anga endi harf yolg'ona olmay. Ham shulay hali so'z oxirida da alif nishga ketib kelar, masalan annaba. An harfi, b harfi ham alifdi. Annaba. Annaba. Annaba masalan. Annaba. Ya'ni alif keldi oxirdan, shulay o'rtada kelgan shekilli yolg'onib. Demak, ish endi bizga daftar olib
көбейтеп, әлифне язып чыгарга кирәк. Сызыкны бөтенебез сыза беләбез инде, шуңа күрә бер юл әлиф дип истә калсын өчен язып чыгалабыз. Ә менә калган юлларны, хәрәкәләрне дә истә калдырыр өчен безгә менә булай хәрәкәләр белән язсак, хәмзә белән икенче юл язабыз икән, өченче юл язабыз икән, дамы белән хәерлерәк. Һәм инде 4-нче, 5-нче юлларны, мәсәлән, әлифне ялгый торган шулай итеп күнектерсәк, шулай хәерле була. Бу дәрестән димәк кыскача нәрсә әйттек? Әлиф ул гади бер таяк дидек. Хәрәкәләр белән килсә инде хәмзә белән килә. Шулай бит, өстендә булса астында булса кәсре белән өстендә була икән инде дамма дидек. Юмарт хәреф килә икән, тоташа. Шулай бит, үзеннән соң килгән хәрефкә инде тоташмый. Менә бу җиңелчә генә әлифнең язылыш рәвеше булды. Әйттек, булай итеп аскы языла. Һәм инде нинди хәрефләр белән тоташмый алдык. Әгәр дә юмарт хәреф була икән, без аны инде менә калган нинди хәрефләр юмартка керә, кайсы хәрефләр инде әлиф шикелле саранга керә, без аларны инде калган хәрефләр белән танышканда алып китербез. Киләсе дәрестә без б хәрефе белән танышырбыз. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.